Hammaga assalomu alaykum. 4 kunlik obunachlar. Bugun 11 avgust haftamizning seshanba kuni 4 yil bozorga kelamiz do'stlar. Xudo xolasa chiroyli aparamiz uchun chiroyli kiyimlarimizni skidga qo'yib beramiz. Undan tashqari ko'rib turganlaringizdek, sezoniga ham kiyimlarimizni ham opa-singillarimiz uchun qaranglar. Skidga zo'rni qo'yib beramiz. Bugun Nazakat apam bilan do'stlar skidga zo'r bo'ladi. Shu videomizda birdan like bosinglar, videomizda boshladik asa. Adreslarimizdan video davomida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Apa, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomlashib bilan. Salomlashib bering. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Biz hozir ta 5-klassdan 11-klassgacha kiyimlarimiz bor. Jenski bor. Jenski bizaniki. 5-klassdan 11-klassgacha qaranglar. Yubka bo'ladi, xudo xolasa ustunda futbolchilar bo'ladi, skidga zo'r bo'ladi. Bu tarafda qaranglar, chiroyli apalarimiz uchun kiyimlarimizdan videoning oxirida sira skidga zo'rni ko'rib beramiz. Yana toza kelgan, bo'lgi toza modalarimiz, yubkalarimiz ham koftalarimiz ham yine korsetli bu yıl taza yangilik. Aş koftalarımızı hem yer 150 satıp oturttuk. Bize 150 dememiz 100 ming'e düşürüp verdim ana. 100 ming so'm bo'ldi. 100 ming so'mdan korsetli koftalarımız. Ha, ya do'stlar, bemalol ko'rsatish mumkin bo'ladi. Ust past bo'ladimi? Yo'q, korsetim bu koreski narsa lekin. Ha, koreski ustunuzi bor, ha. İşlep çıkarış emas, fabrikli narsa. Ajoyib. Arkalardan görsetsem bo'ladi. Ajoyib. Korsetli deb aytiladi bu. Bellardan bir qator e'tiborlar do'stlar. Yine bir de bayına işlep çıkarışımız, lekin bana acayip tavarı zor. Bana yine arzarak etip geliş ben beremiz bana. 80 ming'en beremiz bana. 80 ming'en. Ana ne sen ba? Jaketem ba. Jaket alamsam da vermediler. Yakalı yine mektebe acayip. Ha, yakalı bu dostlar. Stokeli dese stokelerim ba yukarıda. Stoki bu korset bu mu? Yok. Korsetlerimiz bu. Arkası yine korset bana. Bu yakalı, yukarısı stokeli. Stokeli bu dostlar yine görüp turganlaringizdek. 80 ming'en beremiz bulan. Bular 80'dan bo'ladi. 80 ming'en beremiz. Bir de yine anşını yatıp beremiz. Alo bo'ladi do'stlar. Alo, materiali yaxshi. Materialni chiqib olami? Material koreski bulan acayip. Ya do'stlar, materialdan bir qator. Yine bir de bu. Yine bu kofta yubkamiz, koftası yubkasini 125 etib beramiz. Duruş ha? Duruşunu 125 etib beramiz. 125 ming so'm bo'ladi do'stlar. Ajoyib bo'ladi. Pesi yukarı. Addenli bir koftanın özünü 150'ge alğandan ana yukarı pesini 125 etib beramiz. Biz skidki bahası 125 ming so'mga tushgan do'stlar. Ko'rsasiz bugun usti past bo'ladi. Arkalardan bu. Görseniz. Ajoyib narsalar do'stlar. 125 dan bo'ladi. 125 dan beramiz. Usti past bo'ladi. Kendin apa? Razmer bor. Razmerlar bor. 5-klassdan 44 dan 50 gacha razmerimiz bor. 44 dan 54 gacha. 50 gacha. 50 gacha razmerimiz bor. Keyin hozir endi nelerimiz ham geldi toza. Remelli koftalarımız. Bular 75 etib beraman. Bu görüp turganlaringiz 75 dan bo'ladi. Bular ham 75 etib beraman koftalarimizni. Koftalar 75. Toza yangilik buyulg'i moda bular. Bularimiz ham yaxshi. Toza yangilik. Bozordagi narxlarni ko'rib kelsangiz bo'ladi do'stlar. Maktabga bemalol kiyadi. Skidga tushgan narxlar bo'ladi. Galstuklarimiz ham baynamida galstukli koftalarimiz. Bular 80 ming'en beraman. 80 yıl 120-150 satılgan koftalarımız anşılar. Bilgi taza modası bu. Bu galstuk çizim mi yapar? Galstuk hem içinde şunu. Galstuku içinde var dostlar. Görüp turganlaringizni. Galstuk hem içinde. Padarki kızlarımıza. Ya dostlar. Kendin yapar? Bular hem şu narxda beramiz. Bular hem şu narxda. Çizimler ismi? Bular 80 ming'en beraman koftasını. Qarang dostlar, koftalı bu. Her xilinden bana. Mevhu deymi. Hemen galstukları içinde var. Polo deymi, hemesinden ba. Ya dostlar. Yeni uzun kariski materialını görüp gelelersinler. Ya dostlar. Acayip. Acayip Yüp geleden her xilleri ba bedi. Uzunu keltesi hemesinden ba. Ya dostlar. Bu Fransuski Duradono. Bundan hem uzunu ba. Bundan hem uzunu ba. Bulan baxası skidga tushgan, ha? Baxası yine 75 etib beramiz. Bu görüp turganlaringiz olsa Fransuski deb aytiladi. Fransuski. 75 etib beramiz. Bu keltesi uzun ham ba. Uzunu berdi. Uzun anamı göstermen hazır. İnen uzunu. Uzunu ba. Yine. Ya dostlar. Uzunu salkın matrak lekin. Uzunu 80 etib beraman. Uzunu 80 bo'ladi do'stlar. Uzunu 80 etib beraman. Dizeden ötüp turadi hangi bu? Kiseler ama va, kiseler ham acayip dizeden ötüp turadi o narsa. Ya dostlar, acayip bo'lib turadi. Bir de kichkina qizlarimiz ham yana agar noyasa topib beramiz bular ham bayna. Kichkina qizlar uchun. Kichkina qizlar uchun 40 mingdan. 2-klass, 3-klass mı? Bemalol bular ham bo'ladi. Emin acayip neler bo'lar, kattalar. Har xillari bor. Tushunmaysiz mi? Bularni 40 mingdan qo'yib beraman. 40 ming so'm bo'ladi do'stlar. Skidki bahasi. Skidki bahada.
Apa videonun başında aytdınız, gelip durup bemalol shunday Ava. yuqoridan kaset alaysiz. Ina bepta. Tepa past 125 atib beramiz koftasini. 125 bo'ladi. Gelip durup koftasini, xohlasan nasın. Ava. Bir dana bonus bo'ladi deysan. Bonusumuz bor. Bonuslarımız nechik navodasak qo'shib beramiz. Bonuslar bo'ladi do'stlar, ko'rsatishimga xohlasanlar tepasidan xohlasanlar tepa past olinglar, bir dana bonus bo'ladi do'stlar. Yana skidga tushgan bonuslar bo'ladi. Keling apa, bu tarafda qaranglar. Apa singillarimiz uchun ne? Sezonning giyimlarning bahosini ko'rib o'tdik endi. Ayapolarimiz uchun bunda giyimlarimiz bor. Apa bularning bahosini tuzma tushgan endi. Bu yoqda qizlarni gintiramiz, bu yoqda apalarni gintiramiz. Analarimiz ham bor, apalarimiz ham bor, ayapolarimiz ham bor. Ko'rsatishim bor do'stlar. Assortimentimiz ko'p bo'ladi, har xil turda bo'ladi. Ayting apa. Ana shu göynəklərimizni 280-250 satqanmiz ana shu göynəklərimizni. Ava. 170 atib beramiz. 170 Material yaxşı tamam işləb oldu, çıxarışamaz fabrikning göynəklərimiz. İşlarını yenə 150 atib beraman. İşlarını 250 satqanma. Ana. Qaranglar. Yaxşı vəc. Tavarı zor. Evvel ava singillarimiz xafa bo'lmaysizlar. Hozir skidga tushgan. Bu tarafimiz polni tugatish bo'ldi. Bemalol kelib turib skidki narxida xaridlanish yarsanga bo'ladi. Shu göynəklərimiz ham yenadim ajoyib razmerləri bor, bulanam. Buni 150 atib beraman. Bu ko'rib turganlar 150 ming so'mdan. Ina bularimiz ham ina. Qaranglar, ellaridan bir xabar Mishkaları, tavarı zor, modasi ham yaxshi, ranglari bor ana yuqorida. Ranglarni qarang. Ranglari, razmerlari bor. 150 atib beramiz bularni. Ina, ko'rsatib qo'ysinlar ina. Bular ham 150. 150 atib beraman bularni. Opa singillarimiz faqat 4 kun narxini YouTube kanalına abone olup Ko'ring, kelasizlar. Indoneziya tovari yaxshi. Nazokat yapamasa göstergesenglar qaranglar, 150 ming so'mdan qaranglar. 150 ming so'm ranglari, razmerlari bor. Aha. Ina ishib göynəklərimiz ham ishib keli göynəkimiz adnatoniyalik. Hammasi 150 mi? 150 qo'ydik, 150 qo'ydik, yo'q. Hammasi? Bular 250 sotilgan göynəklari, skidkada qo'yib berdik ana 150. Ana shu göynəklərimiz ham 250 sotilgan, buni 150 150 dan qimmat yo'q ha? 150 dan qimmat yo'q, hammasi fabrikning koreyskiy göynəklərimiz. Shunda bir yere gelip durup tutkanlarsın dostlar. 150 ming so'mdan olib ketarasiz. Apamın razmerlari bormi yo? Razmer bor, ranglari ham bor, ana yuqorida har xillari bor. Dostlar, razmerlari bor, ranglari bor dostlar. Göynəkishdan deyim, hammasidan top beramiz bor. Yine bekdan bor, bular ham yine material yaxshi, zo'r, radoniyasi yuqorida bor, har xillari bor. Yine birdan bayning. Bularimiz ham yaxshi, yine do'ykalar deymi, 150 qo'yib berdik, yine kilotlari zo'r, yine yupka pasom, hazatib keladi o narsa. 150 ming so'm mingdan. Qarang, ajoyib bo'ladi. Bularimizni 80 mingga qo'ydim ana. Bu ko'rib turganlar 80 ming pora bilan 80 mingga. Pora bo'ladi. Pora bilan. Toza galinlarimiz bor. Toza galinlar, kelinchaklarimiz, o'zimizlarimiz ham. Ena bularni ham shu arzonlashtirib tashladik ana. Geliştirib berdilar. Geliştirib beriladi oğlum. Bemalol ko'rib kuzatib boraverasiz do'stlar. Xudo xolasa bu tarafdagi opa singillarimiz uchun, katta apalarimiz uchun ko'rgan göynəklaringizni do'stlar, skidkani zo'rini ko'rib berdik. 150 ming so'm pul bilan kelasa, bu tarafdan göynəklarimizni olib ketarasiz. Bu tarafda yupka koftalarimizni narxini olsin ko'rib o'tdingizlar do'stlar. Skidga tushirganmiz. Undan tashqari bemalol nazokat opasini ko'rib keldim desanglar, bir dana bonus bo'ldi bu tarafda yana. Sezonning giyimlarimiz. Bonusimiz bor. Xudo xolasa bemalol kelishlari mumkin bo'ladi. Apam ma'lumot olsin. Hali chiqmay turgan kofta yupkalarimiz ko'p. Qarang, assortimentlar ko'p bo'ldi bemalol. Bularni ochib ham, ko'rsatib ham beradi do'stlar. Ko'p. Apam ma'lumotlar uchun katta rahmat. Endi bir adresdan tanishtirib ketaman men. Adresimiz 4 yil bozorda joylashgan bo'ladi. Bu tarafdan kelsanglar, Hunarmand bozor joylashgan bo'ladi do'stlar. Adresimiz qaranglar. Hunarmand bozorning darvozasi bo'ladi. Ko'rsatish mumkin. Darvozadan to'g'ri kelsa, bu yerda Hunarmand chaqalarimiz joylashgan bo'ladi. Shundan chap tarafga kirasizlar do'stlar, qaranglar. Bu yana o'tib ketmaysizlar, chap tarafga kirasizlar. Shu ko'chaga kelsangiz chap tarafimizda birinchi uzun ostida mestimiz apamizning mesti joylashgan bo'ladi. Bemalol kelib turib, apam buni necha kun davomida ko'p beramiz endi? 3 kun davomida. 3 kun davomida. 3 kun davomida ko'p beramiz. Shoshilib qolsinlar yurtdoshlarimiz. Bemalol kelib turib, qaranglar, tezlik bilan skidki bahoda xaridlanishga qilaverasiz. 3 kundan keyin kelib turib, skidki so'ramanga bo'lasizlar. 3 kun davomida bemalol arzon bahoda olib ketaverasizlar. Unda videomiz shunday kelimiz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan 4 kunlar kanali bo'ldi do'stlar.